Mana aziz muxlis do'stlar, Amudaryoning tashqillig'i, yuqoriligini albatta ko'rib kuzatuvchi muxlis do'stlar. Mana bu yog'i ham chegara O'zbekiston. Mana qishloqlarimizga yetib boradigan darajada qishloqlarimizga yaqin ko'tarildi. Inshaalloh umiddamiz. O'zbekistonning ba'zi joylariga suv kamroq borar ekan, u yerlarga ham suv yetib borib, inshaalloh Alloh nasib qilib suvlardan albatta yaxshi foydalanib, istifoda qilib xush bo'lsinlar inshaalloh. Hamma yerga, suvsiz yerlarga albatta suvlar, Amudaryoning suvlari qoniqtirib yetib borsin inshaalloh. Albatta kanalimizni ko'rib kuzatuvchi muxlis do'stlar, albatta shu videomiz trendga chiqib bir yaxshi layklar, kommentariyada yaxshi yozuvlar qo'yib keting inshaalloh do'stlar. Mashalloh, ko'z tegmasin, dahshatli darajada suv, Amudaryoning suvi yuqoriga ko'tarildi. Ba'zi umidda inshaalloh Alloh mana shu suv kam yerlarga, suv yetib bormagan yerlarga ham suvlar yetib borib, inshaalloh ularning qiladigan dehqonchilik va boshqa ishlarga yetib tursin inshaalloh do'stlar. Mana do'stlar, qishlog'imizga yaqin suvlar mana shu yuqori ko'tarilganligini albatta ko'rib kuzatuvchi muxlis do'stlar. Mana qishlog'imizga ham shunday yuqori ko'tarilib, xavfli darajada kelib turibdi, lekin Xudoga shukr, hali bizlarga zarar yetirgani yo'q. Ancha yuqori ko'tarildi. Ba'zi bir umid qilib turgan albatta o'zbekistonlik do'stlarimiz va suvga ehtiyojmand odamlarga inshaalloh suvlar yetib borib, ularning hosillarini va boshqa ehtiyojlarini qondirsin inshaalloh. Rahmat, kanalimizni ko'rib kuzatuvchi do'stlar. Do'stlar, agar bizlarni sizlar qo'llab-quvvatlasangiz, sizlarni Alloh qo'llab-quvvatlasin inshaalloh. Hammamizni Alloh qo'llab-quvvatlasin. Rahmat aziz ko'ruvchi muxlis do'stlarimizga. Alloh hammamizning ishimizni rivojimizni berib, omadimizni bersin inshaalloh. Shu akamizni ham YouTube sahifasini Xudo xolasa trendga chiqaramiz. Hali zo'r bo'lib ketadi. Shukri TV juda ham yaxshi bo'ladi. Sekin-sekinlik bilan duoyingiz bilan zo'r bo'lib ketadi hammasi. Inshaalloh. Rahmat aka Ildor. Assalomu alaykum hurmatli muxlis do'stlar. Mana Amudaryoning suvlari ham mana shu yerga kelib, ancha yuqori ko'tarilib, daryomiz ancha toshdi. Mana do'stlar, Amudaryo ancha dahshatli darajada yuqoriga ko'tarib, suv ancha toshdi. Mana ko'rayotgan aziz muxlis do'stlar, bu daryo Xudoga shukr ancha yuqori bo'ldi. Suvi hamma kamchilik qilgan yerlarga ham yetib boradi bu suv. Suvga gap yo'q. Mashalloh, ancha tashqin suvi. Mana do'stlar, daryo, Amudaryoning o'ta tashqin darajasi, mana mashalloh, ko'z tegmasin. Bu suv hamma yerga yetadi. O'ta qattiq tashqin. Mana bulam Eldor Shomurod. Assalomu alaykum hammaga. Shukri TVni kuzatuvchi do'stlar. Bu hozir mana shu ovga kelgan, qarmoq ovga baliq tutadilar bular. Mashalloh, mana shu Amudaryoning suvi juda dahshatli darajada yuqori ko'tarildi do'stlar. Albatta kanalimizni ko'rib kuzatuvchi muxlis do'stlar, kanalimizni obuna bo'lib, like bosib, qo'llab-quvvatlab qo'ying inshaalloh. Xudo xohlasa duo qilib turing. Nasib bo'lsa sizlarning duoyingiz bilan 120-30 kilo baqar laqqa baliq olamiz Xudo xohlasa. Inshaalloh bularning ham ovi baroridan kelib, hali tushganini ham jonli efirda videosini tashlaydi. Shukri TV kuzatib boringlar. Inshaalloh. Baliqni ham ko'rsatamiz. Inshaalloh. Mana dahshatli darajada qishlog'imizga ancha chiqib turadigan darajada yuqori ko'tarildi daryo do'stlar. Kanalimizni ko'rib kuzatuvchi do'stlar, mana Amudaryo dahshatli darajada. Like bosib, obuna bo'lib, qo'llab-quvvatlab qo'ying do'stlar. Mana daryo va qishloqlarimiz ko'rib turgan muxlislarga daryoni ko'tarilganiga albatta guvoh bo'ling. Guvoh bo'ling albatta. Inshaalloh.
Mana do'stlar. Mana bugun mana bu kun do'stlar, kunlardan ham dushanba 30-iyun kuni daryoning toshqinligiga guvoh bo'ling do'stlar. Hamma mana shu videomizni ko'rayotgan do'stlar, albatta daryoning yuqoriligini albatta mana kanalimizda ko'rib kuzating inshaalloh.